Bu videoda biz internetdagi qo'rqinchli raqamlarga qo'ng'iroq ko'ramiz. Qani bularni ko'ramiz. Bular hammasi mifmi yo'qmi? Buni video davomida ko'ra olamiz. Va biz bu videoda internetda ko'rsatilgan top 5 ta eng dahshatli nomerlarga telefon qilib ko'ramiz. O'rtoqlar, sizlarga vahshiy gap yo'q. O'tgan videoda o'rtoqlar aktiv yondirib tashladinglar va sizlarga mana shu o'tgan videodagi aktiv yongandan keyin bitta muhim xabar aytib qolmoqchiman. Xudo xolisa, mana shu Akbar YouTube kanali hali yangi kanal. Kanalga hozir o'tib obuna bo'lib qo'yinglar va mana shu videoga like bosib, kommentariyaga keyingi video mavzusi qanaqa bo'lishini yozib qoldiringlar. Va hoziroq o'rtoqlar kanalga obuna bo'linglar. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan muhim xabarim, Xudo xolisa Akbar YouTube kanalida 1000 ta obunachi bo'lishi bilan 1000 ta obunachidan keyin men 50 litrli kolaga ment solib portlataman. O'zbekistonda bir eng cringe, eng zo'r kontentlardan birini sizlarga olib chiqaman. Akbar YouTube kanalida 1000 ta obunachidan keyin bo'ladi hammasi. O'shancha o'rtoqlar hozir kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar va videoga like bosinglar. Bo'lmasa videoni ko'rishda davom etamiz. Birinchi qo'ng'iroq qiladigan qo'rqinchli mif raqamimiz bu 20 raqam ekan. O'rtoqlar, nomerga qarang, juft son juda ham qo'rqinchli. Son 20. To'rtta 20. Bu nomerni telefon qilamiz. Qani qo'rqinchli raqam oladimi? Boshqadan telefon qilib ko'ramiz. 20 nomerga qaranglar, qo'rqinchli. Xullas o'rtoqlar, birinchi nomerga telefon qilib ko'ring. Oxirgi marta 3-marta telefon qilib ko'ramiz. Sizni noto'g'ri raqam terdingiz. Noto'g'ri ketmagan, uje yurak ketdi. Xo'p, bo'lmasam o'rtoqlar, bu birinchi raqamimiz bo'lmadi va balki keyinroq telefon qilib bo'lar, keyinroq telefon qilib bo'lsa montajda ko'rasizlar o'rtoqlar. Xo'p, bo'lmasa keyingi ikkinchi bo'lib telefon qiladigan qo'rqinchli raqamimizga o'tamiz. Hop, ikkinchi telefon qiladigan qo'rqinchli raqam bu 408 634 2806. Trekin o'rtoqlar, qanaqa nomer bu? Nima bu? 408 634 2816. Hop, 408 634 2806. Nomer qarang. Nima bu? Noto'g'ri raqam terdingiz. Ikkinchi nomer uji noto'g'ri raqam terdingiz. Lekin men boya telefon qilib ko'rganimda qanaqadir har xil ovozda aytish bo'yicha amerikalik bitta arvoh ayol ruhi gapirgandek bo'ladi deyishuvdi. Mana shu nomerda. Noto'g'ri raqam terdingiz. Nima bu o'rtoqlar, nima bu? Endi oxirgi marta telefon qilamiz. Sababi o'rtoqlar, bu raqamlarni men internetda olgan paytim ma'lumotlar yozilganida bu amerikadagi bitta o'lgan ayolni ruhi har xil odamlarga telefonni ko'tarardi va har xil odamlar tinch qo'ymasdan даже kechalari telefon qilib chiqadi deyishuvdi. O'shaning uchun bu raqamga telefon qilib ko'ramiz. O'lgan ayolni, amerikalik o'lgan ayolni sharpasi deyishyapti. Bilmadim, balki bu raqam keyinroq telefon qilib bo'lar. Bo'lmasam biz hozirchalik keyingi raqamga o'tib turamiz. Bo'lmasam keyingi qo'rqinchli raqamga o'tamiz. Va keyingi telefon qiladigan qo'rqinchli raqamimiz bu o'zi ovozda pasayib ketdi. Juda ham qo'rqinchli nomer. Keyingi nomerda aytilishi bo'yicha nomerni qaranglar. 407 734 02 elektron. Mana shu yerda nomer chiqdi. Ishonmasangiz ham telefon qilib ko'ringlar. Bu raqamda internetlarda aytilishi bo'yicha, bu raqam haqida internetda aytilishi bo'yicha, bu raqam haqida ma'lumotlarga ko'ra bitta shvetsariyalik aka-ukalarni o'lgan o'ligi sharpalari polni Shvetsariyaning bitta qaysidir qishlog'ida, nomini aytolmayman, qaysidir qishlog'ida mahalladagilar tinch qo'ymasdan yurgan ekan va u mahallada o'sha aka-ukalarni o'ldirib ketishgan ekan. Aka-ukalarni har xil ovozlari chiqqan nomer deyishyapti. Hozir shu raqamga telefon qilib ko'ramiz o'rtoqlar. 407 734 02 elektron. Hop, 407 734 02 elektron. Nomer qaranglar qo'ychilik. Gromga qo'yamiz. Siz noto'g'ri raqam terdingiz. Bilet, nima bu? Men hammasi noto'g'ri raqam terdingiz. Hammasi noto'g'ri raqam terdingiz. Ikkinchi marta telefon qilib ko'ramiz. Siz noto'g'ri raqam terdingiz. Lekin boyagisi juda ham qo'rqinchli, chunki sababi boyagi undan ikkita oldingisi. Mana shu nomerga yana oxirgi marta telefon qilib ko'raman, osobdi. No, you've reached Rickles the Clown. I'm not here to take your call. We need Mr. Joe call you back.
Voy! Eshitdinglarmi? Boshqat. Voy! Eshitdinglarmi? Voy! Hozirgi 407 734 02 54 raqami boshida noto'g'ri raqam terdingizda chiqdi operator tomonidan. Hozir qilsam qanaqadir nimadirlar ovozi mana shu qayta takroriy efirni ko'rsataman. Now you reach Sprinkle the Clown. I'm not here to take your call. Leave me a message, I'll call you back. Hayajonlanaman, tilla aylanib ketdi o'rtoqlar. Blin, nima shunaqa qo'rqib ketdim. Ham bizni mana bitta o'rtoqlar aytilishi bo'yicha qo'rqinchli joydamiz. Qabriston bor, oldin bitta qabriston bo'lgan ekan. O'sha qo'rqinchli joyni biz topib, karta bo'yicha topib keldik. Shuning uchun shuncha harakat uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va 1000 ta obunachiga tezroq chiqishimiz kerak biza. 1000 ta obunachidan keyin blogerlar bilan qanaqadir chotki O'zbekistonda bo'lmagan bitta bomba kontent olib chiqaman. O'shaning uchun 1000 ta obunachi bo'laylik va videoga like bosib, kommentariyalarga keyingi video qanaqa mavzuda bo'lsa o'shani yozib qoldiring. Mana shu nomga yozib qoldirib telefon qilib qo'yamiz o'rtoqlar. No. Now you reach Sprinkle the Clown. I'm not here to take your call. Leave me a message, I'll call you back. Voy! Eshitdinglarmi? Boshqadan telefon qilamiz yana. Ikkinchi marta o'sha. Ya bo'ldi, men bu nomerga boshqa telefon qilmayman. Meni qo'llarim qaltirab ketyapti. 407 732 sizlar ishonmasanglar mana shu nomerga telefon qilib ko'ringlar. Har xil qanaqadir rostdan aytilganda qanaqadir erkak kishini ovozi chiqdi. Men takror efirda ko'ringlar o'zinglar. Now you reach Sprinkle the Clown. I'm not here to take your call. Leave me a message, I'll call you back. Mana hozir eshitdingizmi? Nima keldi? Nima o'zi? Voy bilib Tezroq qochish kerak, tezroq ketish kerak. ketish kerak, ha. O'rtoqlar ko'rasizlar, shu qabriston oldida qo'rqinchi hech kim yo'q bu mahallada, ishonmasanglar hech kim yo'q o'rtoqlar. Ishonmasanglar men sizlarga lokatsiyani tashlab beraman, kelib ko'ringlar. Bu mahallada hech kim yo'q. Hozir mana mahallada qabriston bo'lgan deyishyapti. Bu yerda qabriston bo'lganidan keyin odamlar o'lgandan keyin bu yerdan hamma ko'chib ketgan deyishyapti. Bu yerda hech kim yo'q. Shuncha kontent uchun o'rtoqlar videoga like bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi. O'rtoqlar, agar siz qo'rqadigan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'rmang. Agar siz qo'rqmasdan videoni oxirigacha ko'rsangiz, kommentariyaga oxirigacha ko'rdim deb yozib qoldiring. Bo'lmasam videoni davom ettiramiz. O'rtoqlar, juda ham strashniy. Xohlasanglar bu videoni ko'rmang, bu joyni ko'rmanglar, chiqib ketinglar. Duxu yetgan odam kommentariy yozib qoldirsin, videoni masjidgacha ko'rdim deb. Duxu yetgan odam kommentariy yozib qoldirsin. Sababi boya aytganimdek 666 shayton raqami deyishgan. Shayton raqami hattoki ko'targan va ovoz har xil ovozda bildirgan deyishgan. Shu raqamni yozib telefon qilib ko'ramiz. 666. Mavjud bo'lmagan raqam. Qo'y bilin. Nima buni operator ovoz o'zgargani bo'ldi, qanaqadir? O'rtoqlar, o'sha raqamga telefon qilib ko'ramiz. Ikkinchi marta telefon qilib ko'ramiz. O'rtoqlar, hozir operator ovozi mana takroriy efirda eshitdinglar. Qo'ydim. Mavjud bo'lmagan raqam. Mavjud bo'lmagan raqam. Mavjud bo'lmagan raqam. Operator ovozi qanaqadir o'zgargan deb bo'ldi. Eshitib ko'ring. Ishonmasanglar o'zinglar eshiting. Baqirib gapiryapti, tipa. So'kotdi mana. Shunaqa. Bo'lmagan raqam. Eshit. Nima bu? O'rtoqlar. Strashni qo'rqaman, aytaman. Seriyozno aytaman. Men bitta qabriston bo'lgan ekan oldin. Hech kim yo'q mahalladamiz. O'rtoqlar, juda qo'rqinchli narsa bo'ldi. Hozir yana qaytadan telefon qilib ko'ramiz. Mavjud bo'lmagan raqam. Operator. Eshitosizlarmi? Oxirgi marta telefon qilib ko'ramiz. Bu raqam rostdan ishlaydi deyishgan. Mavjud bo'lmagan raqam. Eshitdingizmi? Yana bitta telefon qilib ko'raman. Bitta ishonish kerak. Bu raqam rostdan ishlar ekan o'rtoqlar. Nima bu? O'rtoqlar,
bo'ldi, men bu nomerni taslim bo'ldim, bo'ldi. Boshqa bu nomerga telefon qilmang. Nomer juda ham ko'p. Qilmang. Ishonmasanglar o'zingizlar ikkita ishlagan nomerga telefon qilib ko'ringlar. Xullas o'rtoqlar, men qo'rqmadim, lekin hozir bu joyda strashniy komnatadamiz. Strashniy komnatadan tezroq chiqib ketishimiz kerak. O'shaning uchun video mana shu o'z nihoyasiga yetadi o'rtoqlar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariyaga videoni keyingi mavzusi qanaqa bo'lsin va keyingi videoda xudo xolisa biza blogerlardan shart oldim degan video chiqadi. O'sha blogerlardan shart oldim degan videoda qaysi blogerlardan shart olib bajaring o'rtoqlar. Sizlar kommentariyaga yozib qoldiringlar va videoni qaysi odam duxu yetib chetgacha ko'rgan bo'lsa, kommentariyaga uni ham mashqgacha ko'rdim oxirigacha yozib qoldiringlar. O'rtoqlar, video shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, sog' salomat bo'ling, charchamanglar. Biza o'sha botdan ketamiz qabriston komnatasi. Sog' bo'linglar, charchamanglar o'rtoqlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha videoga like bosinglar. O'rtoqlar, videoni ayrim bir qo'rqinchli joylarini Telegram kanalimga tashlab qo'ydim. Ayrim bir qo'rqinchli joylarini Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qachonki Akbaretto YouTube kanalida 1000 ta obunachiga chiqsak, biza O'zbekistonda 50 litrli kolaga ment solib portlataman degan videoni chiqaramiz. Shuning uchun o'rtoqlar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.